Oke, sizga oxirgi imkoniyat. Yo Real emblemasini hozir o'pas, yo hammani sochini lisi kal qilganda, siz sochingizni lisi kal qilamiz. Yoki bo'lmasa kecha aytganimdek ikkita rangga bo'yayman, ajib-ujiq qilishim oka sochingizni. Qanaqa ajib-ujiq? Qizil-ko'k deding-ku. Yo, men kecha aytdim u gapni, to'g'rimi? Bo'ldi, men xohlagan rangimga bo'yaladi. Oppa tayyor turibdi, javobingizni ayting. Mana bitta o'psangiz bo'ldi mana. Realni formasi, bitta o'pas hammasi tugaydi oka. Soch olinmaydi, bo'yalmaydi, hech nima qilinmaydi. Men bu xatoni bitta qilganman. Qayta qilmayman. Viskiga bassa, viski Kataloniya. Bassa muxlislar uchun. İşte bo'lsaydi. Hurmatli bor, hurmatli bor oka. Oka oxirgi marta aytayapman. Davay bo'yala bo'ldi. Bo'ldi. Opa, kecha men sizga tushuntirdim, qanaqa rangga bo'yashni. Ko'chada uyalib. Lekin men ham shart beraman lekin. Ertaga hech kim kelmaydimi orqangizdan? O'zing javob beraman bo'ldi. Davay boshlaylar, gap ko'paytirmaylik, asab buzilib turibdi. Realchilar mana shu formalarni musirkaga tashlaganliklari uchun hozir bitta javob beradilar. Men opani o'zlariga aytib qo'yganman, ikkita rang qilasiz deganman. Bugun videosi chiqadi, kutinglar. Nima realchilarga paxta qo'yasan? Bu paxta emas, o'zim tayyor bo'lgandan kelasan. Yo'q, men shart berganman, mana shu yerda turaman. Nada yaqinlik boshini turib. Oka, o'tiribsiz. Dilaymi, 3 oy oldin xuddi shu sanada siz meni sochimni olib, hammani oldida sharmanda qilib, sochimning rangini bo'yagandingiz. Oradan 3 oy o'tdi, sizning shogirdingiz mana sochini oldirib, sochini bo'yatib o'tiribdi. Keyingi navbat sizga oka, kuting. Uje men o'rgandim, uje men yoraman oka. Xohlaganimgacha gapiraman, men yutdimmi bo'ldi.